Assalomu alaykum, karavan kuzatuvchi aziz obunachilar. Mana yana 4-mijozimizni inshaalloh yuklarini olib kelib berdik hozir. Topshiryapmiz mana. Mana shu domda turishar ekan, mana. Mana shu domda turishar ekan. Kichkinalariga olishdi. Tepa turibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz singiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan, sog' salomat, issiqlarda qiynalmasdan. Mahsulotingizni olib kelib berdim mana. Mana hozir tushirib beramiz. Ben savollarim rostini aytsam charchab qoldim-chi. Savollarim og'zimdan tushib qolyapti, to'g'risi. Xo'p. Mahsulotingizni olib kelib berdimmi? Hozir biz qayerda joylashganmiz singil? Qayerda turibmiz? Toshkent shahar, 16, Sergeli tumani. Sergeli tuman, Sputnik tomonlardamiz, shunaqa joylardamiz. Bu Zakritий dvorda turasiz ekan. Bu mahsulotlarni hozir nima uchun xarid qildingiz? O'zim uchun, bolalarim uchun xarid qildim. Men oldin bu karavan korxonasida ishlaganman 3 yil. Oldin biz bilan ishlaganmisiz? Hali karantin. 19-2020 karantin paytida buni shu karavan korxonasida ishlaganman, lekin o'sha paytdagi sifat ham zo'r sifatli narsa chiqarishayotgan ekan. O'sha paytda o'zida zo'r edi. Hozir ham klientlarimizga so'rashadi, o'sha karavan korxonasidan yana bizga mahsulotlar olib kelib bering deb. Xudo xolisa yana yo'lga qo'yaman shu ishlarni. Oldin bizdan olib sotarmiz, guruhingiz bormidi oldin? O'zim guruhim bo'lardi, faqat sizdan sotardim. Har kuni почти zakaz. O'sha mahsulotlarni o'zingizga ishlatgan olganingiz hali ham yaxshi. Hali ham yaxshi, sifati ham zo'r, o'zgarmagan. Mashina yursanglar ham даже katta bo'lmaydi, rangi chiqmaydi. Mana 5-6 yillik narsa hali ham o'sha yangidek bo'lib turibdi. Bu nima desam, yolg'on emas, o'zim ishlatayotgan narsalar hali ham bor, o'zim uyimda. Lekin umuman sifat o'zgarmagan. Yana faqat bir mashina etdim. Mana aytdilar hozir. Ishlaymiz. Xudo xohlasa inshaalloh, rahmat shunchalik bizni kuzatib borasiz ekan anchadan beri. Lekin sifat zo'r. Masalan, olgan odam, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Olgan odam hech qachon afsuslanmaydi, ham narxlari ham arzon. Singil, sizga karavan bilan qulaymi yo Abu Sahiylar bilan qulay bo'lyaptimi? Bekbaraka Abu Sahiylar bilan qulaymi sizga? Xo'p, mana shu yerda turgan joyimizdan Abu Sahiy Bekbarakaga qancha nimada borasiz va nechta pulga borasiz? Issiqda kunida hozir. Yo'q, men hozir to'g'risini aytsam, umuman uzoqmi, yaqinmi? Ha, birinchidan issiqda borib olishga to'g'risi toqatingiz yo'q o'zi. Toqatim yo'q. Keyin oldim, bozordan oldim, Afsahlardan oldim, sifati bunaqa chiqqani yo'q. Eng qimmati ham даже 400 ming bo'lgan naborda ham bunaqa chiqqani yo'q. Sababi bilmayman, zo'r deshadi. Oldik, haqiqatan bitta mashina solganimizda rangi chiqib, o'zgarib mana shunaqa bo'ldi. Men hozir 5-6 yillik narsani aytsam, hali o'zgarmagan sifati. Aziz obunachilar, qarindoshimiz baslar, to'g'rimi? Va aziz obunachilar, qarindoshimiz baslar, mana narsalarni olib kelib berdik. Chunki Toshkentda ishim bor uchun, yo'l-yo'lakay kelganim uchun obunachilarimizga bir xursandchilik uchun olib kelib berildi. Mana pulini ham endi bermoqchilar. Aziz obunachilar, endi bermoqchilar. To'g'ri tushunasizlar. Issiqda kunida bizni kuzatuvchilarga nima deysiz? Biz mana o'tirishadi-ku, mana domda o'tirishadi. Ko'chaga chiqishmaydi, bozorga qo'yishmaydi, ishchilari bor misol endi narsa olgani vaqtlari yo'q, ishxona ruxsat bermaydi, xo'jayinlar ruxsat bermaydi. O'shaning uchun karavandan olsalar bexijolatmi, ko'rmasdan turib mana siz oldingiz ishlatgansiz, misolan. Bemalol kafolat beraverasizmi, olishaversammi? Qo'rqmasdan onlayn zakaz berishaversammi? Mana даже mana shu videodagi sifat, rasmli nima bo'lsa, birga bir qo'lingizga o'sha narsa keladi. Boshqa narsa berishmaydi demoqchiman-da. Olganingizdan keyin masalan bir marta ishlatib ko'ringlar, o'zingiz uchun afsuslanmaysizlar. Sababi men o'zim ishlatganman, necha yil oldingi narsa. Mana hozir aytaman, sifat zo'rda, yana oldin mana xudo xolasa yana ishlash niyatim bor. Yana guruh ochib, qaytadan ishga qo'ymoqchiman. Alloh barakasi bersin. Rahmat, shunchalik bizni hurmat qilib, kuzatib borganingiz uchun kattakon rahmat. Behikmat kelmabmiz yoningizga. Ya to'g'risi men xursand bo'ldim. Mana shu yilning oldingi 2-3 yil bizda ishlagan ekansiz. Men juda xursand bo'ldim, to'g'risini aytaman. Rosa xursand bo'ldim, ommalarga. Rahmat. Mahal videoga olib yuboraman, joylashtirib. Xudo xolasa, bo'ldi. Ko'rishadi, hamma mijozlar. Haqiqatan. Xo'p. Rahmat, sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, yaxshi kunlar ishlaylik. Aziz obunachilar, keyingi lakasida bizni kutib qolinglar. Xudo xolasa, mana bombalari qoldi o'zi ham, bombalari qoldi. Xudo xolasa inshaalloh bularning egasi topshiramiz yana. Sog' salomat bo'linglar.